Assalomu alaykum. Ibragimova Sayora Namazovnaman. 1994-yil Toshkent shahrida tug'ilganman. 2017-yili Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetini Toshkent filialida bakalavriaturani bitirganman. 2019-yil Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATUni magistraturasini bitirganman va 2021-yil Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt ilmiy tadqiqot institutini doktorantura yo'nalishiga kirganman. Texnika fanlari falsafa doktori bo'yicha. Ilmiy tadqiqotimning mavzusi nutq signallarining fonetik tahlil qilish algoritmlari. Ilmiy rahbarim texnika fanlari doktori professor Musayev Muhammadjon Mahmudovich. Boshida ishimni o'zi shu yerdan boshlaganman. 2012-yil u payti nomi boshqacha edi. Texnik lavozimida ishlaganman bu yerda. Keyin ko'p loyihalarda qatnashganman. Magistraturani bitirib, o'zi doktoranturada o'qiyotganimda doktoranturani bitirdim ham. Bu yerda endi o'zgarishlar bo'ldi. Tabiiy tilni qayta ishlash laboratoriyasi ochildi. O'sha yerga katta ilmiy xodim bo'lib ishga kirdim qiziqib va shu yerda qoldim. Bugungi kunda o'zbek tiliga juda katta e'tibor berishyapti. Buni O'zbekiston Respublikasi prezident farmonlarida ham ko'rsak bo'ladi. O'zbek tilini, ya'ni jahon masshtabiga chiqarishda, uni yanada kengaytirishda juda ko'p qo'llanilgani uchun o'zbek tilini chet tili sifatida o'qitishni hozirda bu juda aktual masala, chunki ko'p investorlar, elchilar o'zbek tilini o'qiyman deb kelishadi markazlarga. O'shaning uchun ilmiy tadqiqotimning asosiy maqsadlaridan ham biri bu o'zbek tilini chet tili sifatida o'qitish, lingvistik trenajyorini yaratish bo'lgan. Va uni yaratishda intellektual interfeysli, ya'ni nutq signallariga asoslangan intellektual interfeysli lingvistik trenajyor yaratish bo'lgan. Ilmiy yangiligi, demak, hozirgi vaqtda o'zbek tilini o'rgatadigan aynan lingvistik trenajyorlar yo'q emas, bor. O'zbek tilisi yo'q desa ham bo'ladi. O'zimizda ham chiqdi yaqin orada, lekin ular imенно fonetik tahlil qilib bermaydi. So'zni to'g'ri aytdingiz, noto'g'ri aytdingiz, shuni ko'rsatadi. Bizda bo'lsa, o'zbek tilini imенно aynan qaysi fonemalarida xato qildingiz va sizni o'qishingizga moslashib, sizni bilim darajangizga moslashib o'rgatadigan lingvistik trenajyor, ya'ni nutq signallarini fonetik tahlil qilish ham hozirda ko'p o'rganilmagan. Uni yangi metodlarini ishlab chiqildi, algoritmlari qo'llanildi, Markov modellari qo'llanilgan. Bu klassik algoritm bo'lsa ham, aynan lingvistik trenajyorda ishlab chiqishda yaxshi natija ko'rsatgan. Ya'ni neyron tarmoqlarini ishlatmasdan ham shu lingvistik trenajyorni ishlab chiqish yangilik sifatida olib chiqildi. Markov modellari, demak, nutq signali kirib kelganda uni o'zini nima deydi, sostoyaniyalari bor deydimi, holatlari bo'ladi, yashirin holatlari. O'sha kirib kelayotgan nutqni tanib olishda o'sha yashirin holatlari eng ma'qul bo'lgan holatlardan kelib chiqib aytib beradi, qaysi so'z kirib kelganini, ya'ni tekst darajasida. Xorijda qilingan ishlar juda ham ko'p, ya'ni nutq signallariga bag'ishlangan. Bu Rabiner eng birinchilardan bo'lgan, Rabiner, Shen, Klad va o'zimizda mahalliy olimlarda ham Aripov borlar, Aripov domla ustoz borlar. O'zimni ustozim Musayev domla, Mamatov domla borlar. Ular ham nutq signallariga bag'ishlangan. Hozirda Fazilov ustoz ham, Mirzayev ustoz ham shug'ullanib kelishmoqda nutq signallariga bag'ishlangan, ya'ni ularni tahlil qilish, tanib olish bo'yicha. O'zbek tilida so'z boyligi kam va kam odam ishlatiladi o'zbek tilida. Agar lingvistik trenajyor orqali o'zbek tilini o'rgatmoqchi bo'lsak, hozir mana odamlarda ko'payyapti o'zbek tiliga bo'lgan nima deydi, qiziqish. Ya'ni hozir 2024-yil London shahrida o'zbek tilini o'rgatadigan markaz ochilgan. Bu degani hozir o'zbek tiliga bo'lgan qiziqish yanada ortib bormoqda. Ya'ni odamlar qiziqib, turizm ochilgani uchun ular ham o'sha O'zbekistonga kelib, o'sha tilni o'rgangisi keladi va shunga sharoit yaratilmoqda hozir. Tilni o'rgatish bo'yicha. O'shanga o'ylaymanki, endi rivojlanadi. Qiyinchiliklar ko'p bo'ldi. Birinchi o'rinda
nima deydi, pedagoglar bilan ishladim. Ularni hammani vaqtiga nima deydi, moslashish kerak. Ham kichkina farzandlar bilan oilaviy bo'lib juda qiynaldim to'g'risi. Uyqusiz kechalar bo'ldi. Lekin Xudoga shukr, hammani yordami bilan, laboratoriyadagilarning yordami bilan himoyaga qilib oldim. Birinchi o'rinda aniq maqsadni aniqlab olish kerak ekan. Boshida juda qiynaldim qat'iy tatbiq etishdan. Mana ilmiy yo'nalishim bor, uni qat'iy tatbiq etishda odam qiynalar ekan. O'shaning uchun maqsadni qo'yish kerak va qayerda qo'llash uchun oldindan odam o'ziga maqsad qo'ysa, o'shanda ish yurishib ketar ekan. Ya'ni muammo bor, unga qanday yechim borligini masalan plan reja qilsa, shunda yechimi o'zi kelar ekan. O'shanga qarab yordam bermoqchi bo'lgan insonlarning o'zi chiqib keladi. Boshida mana o'zbek tilini o'rgatish bo'yicha kimga murojaat qilsam bo'ladi deganimda internetdan bir nima deydi, statya topib oldimda. Gulruxsor Ergasheva degan qiz juda katta yordam berganlar menga boshida. Ular o'sha chet elliklarga o'zbek tilini o'rgatish bo'yicha maqola yozgan ekanlar. Ularga aloqaga chiqdim, keyin ular orqali o'sha O'zbek tili va adabiyot universitetidagi pedagoglarni topdim. Ular bilan mana har bitta darsni ular bilan birga ishlab chiqdik-da. Va ularni qoshida markaz bor, o'zbek tilida ish yuritish va malakasini oshirish degan markaz, o'sha yerga joriy qildik. O'sha tizimni, lingvistik trenajyorni u yerda elchilar o'qishadi, har xil investorlar kelib offline o'qishadi. Va bolalarga masalan nutqda gapirish qiyin bo'lgan so'zlarni endi o'rgatish uchun logopedik markazga ham joriy qildik, Logos markaz degan. U yerda ham qo'llanib keladi. Endi Xudo xohlasa, lingvistik trenajyorni mobil platformalarga, mobil platforma uchun prilojeniyasini ilovasini ishlab chiqish, uni hozir A1 darajasida ishlab chiqilgan. Endi keyingi darajalari uchun ham ishlab chiqish Xudo xohlasa rejamizda bor.